Bugun men sizlar bilan yangi qonun kuchga kirgani haqida juda muhim mavzuni gaplashaman. Bu ma'lumot faqat yuristlar yoki tadbirkorlar uchun emas. Oddiy fuqaro, ishchi, talaba, pensioner, uy-joy egasi, avtomobil haydovchisi, kredit olayotgan inson, ish beruvchi va ish qidirayotgan odam uchun ham bevosita kerak. Chunki qonun kuchga kirgandan keyin men bilmagan edim degan gap ko'p holatda javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar sizga bir kun kelib pulingizni, vaqtingizni va huquqingizni saqlab qolishi mumkin. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Qonun qabul qilinishi boshqa, uning kuchga kirishi boshqa masala. Ko'pchilik yangiliklarda qonun qabul qilindi degan xabarni ko'radi va shu zahot hamma narsa o'zgardi deb o'ylaydi. Aslida esa qonun rasmiy e'lon qilingandan keyin ma'lum muddat o'tib kuchga kirishi mumkin. Ba'zi qonunlar e'lon qilingan kundan kuchga kiradi, ba'zilari 10 kundan keyin. Ba'zilari esa aniq sana belgilangandan keyin ishlay boshlaydi. Mana shu joyda odamlar ko'p xato qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p masalalarda tartiblar tarqoq edi. Bir qismi eski qonunda, bir qismi qarorda, yana bir qismi idoraviy yo'riqnomada yozilgan bo'lardi. Oddiy odam uchun qaysi hujjat kuchliroq, qaysi biri amalda, qaysi biri bekor bo'lganini tushunish qiyin edi. Natijada fuqaro bir idoraga borardi. U yerdan boshqasiga yuborishardi. Keyin yana qo'shimcha hujjat so'rashardi. Tadbirkor esa bir talabni bajargan bo'lsa ham, boshqa tekshiruvda yana boshqa talab bilan muammoga duch kelardi. Endi yangi qonun kuchga kirishi bilan tartib aniqroq bo'lishi, mas'uliyat kimda ekani ko'rsatilishi, hujjat topshirish, muddatlar, javobgarlik, imtiyozlar yoki cheklovlar yangicha ishlashi mumkin. Men aynan shuni ta'kidlamoqchiman. Yangi qonun faqat taqiq degani emas. U ayrimlarga majburiyat yuklaydi, ayrimlarga huquq beradi, ayrim tartiblarni soddalashtiradi, ayrim hollarda esa javobgarlik kuchaytiradi. Masalan, ilgari birov ruxsatnoma olish uchun fuqaro 5 ta hujjat to'plagan bo'lsa, yangi tartibda ularning 2 tasi elektron bazadan avtomatik olinishi mumkin. Bu yaxshi o'zgarish. Lekin boshqa tomondan ilgari ma'lum xatti-harakat uchun ogohlantirish berilgan bo'lsa, yangi qonunda jarima yoki boshqa huquqiy oqibat belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam menga bu qonun tegmaydi deb beparvo qarashi noto'g'ri. Endi men eng muhim qismini oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar bu qonunga alohida e'tibor berishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin va qaysi vaziyatlarda odam o'zini tekshirishi shart? Birinchi navbatda hujjat bilan ishlaydigan hamma odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz uy-joy oldi sotdi qilmoqchisiz, avtomobil rasmiylashtiryapsiz, meros hujjatini tayyorlayapsiz, kredit olyapsiz, subsidiya so'rayapsiz yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchisiz. Bunday vaziyatlarda yangi qonun sizdan qo'shimcha ma'lumot talab qilishi yoki aksincha ayrim talablarni olib tashlagan bo'lishi mumkin. Oddiy misol. Fuqaro bankdan 1 million so'm kredit olmoqchi. Oldingi tartibda bank undan ish joyidan ma'lumotnoma, daromad tasdig'i, kafil, garov hujjatlari va yana qo'shimcha hujjatlar so'ragan bo'lishi mumkin. Yangi tartibda daromad soliq bazasi orqali ko'rilishi mumkin. Kredit tarixi avtomatik tekshirilishi mumkin. Ayrim hujjatlar qog'oz shaklida so'ralmasligi mumkin. Bu fuqaro uchun qulaylik. Lekin shu bilan birga, agar fuqaroning eski qarzdorligi, sud qarori bo'yicha to'lanmagan majburiyati yoki aliment qarzi bo'lsa, bu endi tizimda tezroq ko'rinishi mumkin. Demak, imkoniyat ham bor, mas'uliyat ham bor. Ikkinchi guruh tadbirkorlar. Men tadbirkorlarga alohida murojaat qilaman. Har qanday yangi qonun sizning shartnomalaringizga, soliq majburiyatlaringizga, xodimlar bilan munosabatlaringizga, nazorat tartibiga yoki mijoz oldidagi javobgarligingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz kichik do'kon yuritasiz. Sizda 3 nafar ishchi bor. Oldin mehnat shartnomasini rasmiylashtirishni kechiktirib yurgan bo'lishingiz mumkin. Yangi tartibda elektron mehnat shartnomasi ish vaqtini hisobga olish, ish haqi to'lovi yoki ijtimoiy himoya masalalari qat'iyroq nazorat qilinsa, ertaga qilaman degan yondashuv jarimaga olib kelishi mumkin. Tasavvur qiling, tadbirkor oyiga 120 million so'm aylanma qiladi. U bitta xodimni norasmiy ishlatmoqda. Xodim bilan kelishmovchilik chiqdi. Xodim tegishli organga murojaat qildi. Tekshiruvda faqat bitta xodim masalasi emas, ish vaqti, ish haqi, soliq, mehnat xavfsizligi, shartnoma va hisob kitoblar ham
ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada bitta kichik xato ko'ringan masala katta moliyaviy yo'qotishga aylanadi. Shuning uchun men doim aytaman, yangi qonun kuchga kirganda birinchi ish mavjud hujjatlarni inventarizatsiya qilish. Uchinchi guruh haydovchilar va transport bilan ishlaydiganlar. Agar qonun yo'l harakati, jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, yuk tashish yoki yo'lovchi tashish bilan bog'liq bo'lsa, bu sohada beparvolik juda qimmatga tushadi. Masalan, haydovchi men avval ham shunday yurardim, hech narsa bo'lmasdi deydi. Lekin yangi tartibda kamera, elektron bayonnoma sug'urta bazasi, texnik ko'rik ma'lumotlari bir-biriga ulangan bo'lsa, qoidabuzarlikni yashirish qiyinlashadi. Bir oy ichida 3-4 ta kichik jarima yig'ilib 1 million so'mdan oshib ketishi mumkin. Keyin odam qayerdan chiqdi bu qarz deb hayron bo'ladi. 4-guruh ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya yoki imtiyoz oladigan fuqarolar. Yangi qonun ayrim toifalarga yengillik berishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yosh oilalar, ayollar, talabalar, pensionerlar, bolali oilalar. Lekin bunday yengillikdan foydalanish uchun ko'pincha shartlar bo'ladi. Masalan, daromad miqdori, ro'yxatda turish, ariza berish muddati, kerakli hujjatlar, yashash joyi, mol-mulk bor yo'qligi tekshiriladi. Odam haqiqatan ham yordamga haqli bo'lishi mumkin. Lekin arizani noto'g'ri yozsa yoki muddatni o'tkazib yuborsa, rad javobi oladi. Real vaziyatni olaylik. Oila uy-joy subsidiyasiga ariza bermoqchi. Er-xotin rasmiy nikohda 2 farzandi bor. Oylik daromadi jami 6 million so'm. Ular shartlarga mos kelishi mumkin. Lekin ariza topshirishda kadastr ma'lumoti yangilanmagan. Doimiy ro'yxat masalasi to'g'ri ko'rsatilmagan yoki bankdan qarzdorlik bo'yicha ma'lumot chiqib qolgan. Natijada tizim arizani avtomatik rad etadi. Bu yerda muammo huquq yo'qligida emas, hujjat tayyorlashdagi e'tiborsizlikda. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzdorligingiz bo'lmasa, shartnomalaringiz rasmiy bo'lsa, soliqlarni vaqtida to'lasangiz, ishchilar bilan munosabatni qonuniy yuritsangiz, yangi qonun siz uchun ko'proq aniqlik va himoya beradi. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Kamida qonun sizning sohangizga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlab oling. Endi eng ko'p odamlar e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Qonunda istisnolar, o'tish davri, eski hujjatlarning amal qilish muddati va orqaga qaytish kuchi degan masalalar bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat. Qonun hamma holatga bir xil tatbiq etilmaydi. Masalan, yangi talab ilk sanadan keyin tuzilgan shartnomalarga qo'llanilishi mumkin, lekin undan oldin tuzilgan shartnomalar eski tartibda davom etadi. Yoki aksincha, qonunda aniq yozilsa, ayrim yangi talablar oldin tuzilgan munosabatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun faqat sarlavhani o'qish yetarli emas, kuchga kirish sanasi va qoidalarini ko'rish kerak. Misol, siz 2023 yilda ijara shartnomasi tuzgansiz. Shartnoma 2025 yilgacha amal qiladi. 2024 yilda yangi qonun kuchga kirdi. Endi savol, sizning shartnomangizni qayta tuzish kerakmi yoki yo'qmi? Javob qonunning matniga bog'liq. Agar yangi talab qonun kuchga kirgandan keyin tuziladigan shartnomalar uchun deyilgan bo'lsa, eski shartnomani darhol o'zgartirish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin agar amaldagi shartnomalar falon muddat ichida moslashtiriladi deb yozilgan bo'lsa, siz 30 kun, 6 kun yoki 3 oy ichida hujjatni yangilashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, jarima kuchaygan bo'lsa, odamlar darhol qo'rqib ketadi. Lekin har bir javobgarlikning tarkibi bor. Kim sodir etdi? Qachon sodir etdi? Qanday dalil bor? Qasddanmi yoki ehtiyotsizlikdanmi? Ogohlantirish berilishi kerakmi? Takroriy holatmi? Masalan, 1-marta qoidani buzgan odamga ogohlantirish berilishi mumkin, lekin takroriy holatda jarima qo'llaniladi. Yoki jarima mansabdor shaxsga boshqa, oddiy fuqaroga boshqa, yuridik shaxsga boshqa miqdorda belgilanadi. 3-nozik jihat, elektron tizimdagi ma'lumotlar. Hozir ko'p jarayonlar raqamlashtirilgan. Bu qulay, lekin xato ma'lumot ham muammo tug'diradi. Masalan, siz allaqachon qarzni to'lagansiz, lekin bazada qarzdorlik yopilmagan. Siz avtomobilingizni sotmoqchisiz, lekin taqiq chiqib turibdi. Yoki siz soliq bo'yicha majburiyatni bajargansiz, lekin shaxsiy kabinetda noto'g'ri hisoblangan penya ko'rinmoqda. Bunday vaziyatda tizim shunaqa ko'rsatdi degan javob bilan to'xtab qolmaslik kerak. Sizda to'lov kvitansiyasi, bank chek nusxasi, qaror, ma'lumotnoma bo'lsa, yozma murojaat qiling va xatoni tuzatishni talab qiling. 4-nozik jihat,
og'zaki maslahatga ishonib qolish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam idoraga boradi. Xodim og'zaki sizga bu kerak emas yoki keyin keling deydi. Fuqaro ishonib ketadi. Bir oy o'tadi. Muddat o'tib ketadi. Keyin rad javob keladi. Shuning uchun muhim masalada doim yozma javob oling. Davlat organiga murojaat qilsangiz, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqamni saqlang. Elektron murojaat yuborsangiz, yuborganligi haqidagi xabarni saqlang. Bank, kadastr, soliq, notarius, sud ijrochisi yoki boshqa idora bilan muloqotda bo'lsangiz, hujjatli iz qoldiring. 5-nozik jihat, qonun imtiyoz beradi. Lekin imtiyoz avtomatik kelmaydi. Masalan, siz ma'lum toifaga kirasiz va to'lovdan ozod bo'lishingiz mumkin. Lekin tizim sizni avtomatik tanimasa yoki hujjat topshirmasangiz, sizdan baribir to'lov so'raladi. Keyin pulni qaytarib olish uchun alohida ariza, dalil va vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun imtiyoz borligini bilishning o'zi yetarli emas. Uni rasmiylashtirish tartibini ham bilish kerak. Endi men amaliy qadamlarni aniq aytaman. Videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin nima qilish kerak? Birinchi qadam, qonun sizga tegishlimi yoki yo'qmi aniqlang. Buning uchun mavzuni belgilang. Bu qonun mehnatga tegishlimi, soliqgami, transportgami, uy-joygami, kreditgami, tadbirkorlikmi, ijtimoiy yordamgami yoki ma'muriy javobgarlikmi? Agar sizning hayotingizda shu yo'nalish bo'lsa, demak tekshirishingiz kerak. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa postlar, mish-mishlar, tanishlarning gapi yetarli emas. Qonun rasmiy e'lon qilingan manbada bo'ladi. Shuningdek, tegishli vazirlik, idora yoki tashkilotning rasmiy sahifasidagi tushuntirishlarni ko'ring. Agar masala soliq bo'lsa, soliq organining rasmiy axborotiga qarang. Mehnat masalasi bo'lsa, mehnat organlari tushuntirishlarini tekshiring. Kadastr bo'lsa, kadastr tizimidagi ma'lumotlarni ko'ring. Bank va kredit masalasi bo'lsa, shartnoma va bankning rasmiy xabarlarini o'qing. Uchinchi qadam, o'zingizdagi hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, doimiy ro'yxat, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, kadastr hujjati, shartnomalar, to'lov kvitansiyalari, bank ma'lumotlari, soliq hisoboti, mehnat shartnomasi, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotlar. Sud qarori yoki ijro hujjatlari bo'lsa, barchasini bir joyga jamlang. Hujjatning muddati o'tmaganmi? Familiya yoki manzil o'zgargan bo'lsa, yangilanganmi? Elektron bazada to'g'ri ko'rinyaptimi? Shuni tekshiring. 4-qadam. Eski qarzdorlik va taqiqlarni tekshiring. Ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Odam avtomobil sotmoqchi bo'ladi, lekin jarima borligi chiqadi, kredit olmoqchi bo'ladi. Lekin eski 200 ming so'mlik qarz kredit tarixida salbiy ko'rinadi. Subsidiyaga ariza beradi, lekin soliq yoki kommunal qarzdorlik masalasi chiqib qoladi. Miqdor kichik bo'lsa ham tizim uchun bu signal. Shuning uchun mayda qarzlarni ham beparvo qoldirmang. 5-qadam, agar ariza berish kerak bo'lsa, arizani to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot, masalaning mohiyati. Qonuniy talabingiz, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati va aloqa raqamingiz bo'lishi kerak. Menga yordam bering deb umumiy yozishgan. Masalan, falon huquqimni amalga oshirish uchun falon ma'lumotni taqdim etishingizni so'rayman. Yoki bozordagi noto'g'ri qarzdorlik yozuvini tekshirib, tuzatishingizni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Qonunlarda in kun, in kun, 3 kun, 1 oy, 3 oy kabi muddatlar juda muhim. Shikoyat qilish muddati o'tsa, keyin uni tiklash uchun alohida asos kerak bo'ladi. Masalan, sizga rad javobi keldi. Siz norozi bo'lsangiz, belgilangan muddat ichida yuqori organga yoki sudga murojaat qilishingiz kerak. Vaqtim bo'lmadi. Ko'p hollarda yetarli sabab bo'lmaydi. 7-qadam, shartnoma imzolashdan oldin 3 ta savol bering. Birinchi savol, men nimaga majbur bo'lyapman? Ikkinchi savol, muddatlar va to'lovlar qanday? Uchinchi savol, bajarmasam qanday oqibat bo'ladi? Masalan, siz ijara shartnomasi tuzyapsiz. Oyga 3 million so'm ijara to'laysiz. Lekin shartnomada kommunal to'lovlar kimning zimmasida, ta'mirlash kimning hisobidan, muddatidan oldin chiqib ketilsa jarima bormi? Depozit qaytariladimi? Bular aniq yozilmagan bo'lsa, kelishmovchilik chiqadi. Yangi qonun shartnoma munosabatlarini yanada aniqroq talab qilayotgan bo'lsa, bu sizni himoya qiladi, lekin faqat hujjat to'g'ri tuzilgan bo'lsa. 8-qadam. Tadbirkor bo'lsangiz, ichki tekshiruv o'tkazing. Xodimlaringiz rasmiylashtirilganmi? Shartnomalar yangilanganmi? Mijozlarga beriladigan hujjatlar to'g'rimi?
Kassa intizomi joyidami? Soliqlar vaqtida topshirilyaptimi? Reklama va ommaviy takliflaringiz qonunga mosmi? Ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida ishlasangiz, mijozga va'da qilgan narsangiz bilan shartnomadagi shartlar bir xil bo'lishi kerak. Aks holda iste'molchi huquqlari bo'yicha da'vo kelib chiqishi mumkin. 9-qadam. Nizoli vaziyatda hissiyot bilan emas, dalil bilan harakat qiling. Telefonda janjallashish, izohlarda yozish kimnidir ayblash masalani hal qilmaydi. Sizda hujjat, chek, shartnoma, yozishma, audio yoki video dalil. Rasmiy javob bo'lsa, pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Har bir murojaatni yozma qiling. Javobni saqlang. Kerak bo'lsa mutaxassis bilan maslahat qiling. 10-qadam. Bolalar. Keksalar va huquqiy savodxonligi pastroq yaqinlaringizga tushuntiring. Yangi qonun kuchga kirganda eng ko'p zarar ko'radiganlar ko'pincha internetdagi yangiliklarni kuzatmaydigan odamlardir. Masalan, pensioner onaxon eski tartib bo'yicha hujjat olib boradi, lekin endi elektron navbat kerak bo'ladi. Yoki yosh bola kredit shartnomasini o'qimasdan imzo qo'yadi va keyin foiz, penya, komissiya bilan muammoga tushadi. Oilada bir kishi qonuniy o'zgarishlarni tushunsa, boshqalarga ham yordam beradi. Xulosa qilib aytaman. Yangi qonun kuchga kirgani bu oddiy yangilik emas. Bu sizning hujjatingiz, pulingiz, ishingiz, biznesingiz, uyingiz, avtomobilingiz, kreditingiz yoki ijtimoiy yordamingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan real huquqiy o'zgarish. Eng to'g'ri yo'l vahima qilmaslik, lekin beparvo ham bo'lmaslik. Qonun sizga tegishlimi? Muddatlar qanday? Qanday hujjat kerak? Qanday majburiyat bor? Qanday huquq berilgan? Shularni aniq bilib oling. Men sizga maslahatimni yana bir bor takrorlayman. Rasmiy manbani tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Qarzdorlik va taqiqlarni oldindan ko'ring. Arizani yozma bering. Javoblarni saqlang va muddatlarni o'tkazib yubormang. Shunda yangi qonun siz uchun muammo emas, aksincha huquqingizni himoya qilish vositasiga aylanadi. Sizningcha yangi qonun oddiy fuqarolar hayotini yengillashtiradimi yoki qo'shimcha majburiyatlarni ko'paytiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki qonunni vaqtida bilgan odam ko'p xatodan oldinroq saqlanadi.